dostlar. Bugünkü roman altı sayfamızda Süngül Canishib xanım yazgan Köz yeshidan nemdelgen zemin namlıq tarixi əslime yana huzuringlarda bo'ladi. Avgust. Teşkilat yig'ini o'tkazib, Qozoq o'quvchilar ishlari ustida muzokara o'tkazildi. Muzokirada Qozoq o'quvchilarning maqsadi to'g'ri maqsad bilan elib berilmaganligini deyishdik. Ular Şinjanni bo'lishni maqsad qilgan. Bu to'g'ri fikr emas albatta. Chunki Şinjandagi barliq turkiy millatlar birlashib, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilish kerak. Turkiy millatlar har vaqt bo'lmay o'tish kerak. Bo'lmasa, yam bo'lib tugaydigan ish muqarrar. Faqat Sharqiy Turkistondagi turkiy millatlarla emas, bütün dunyodagi turkiy millatlar birlashganda, ondan dunyodagi har qanday kuch bizga tankilanmaydi. Bo'linish bizni xaroblikqa elib boradi. Ularning mag'lubiyati bilan biz o'z tashkilotimizning xizmatlari ustida muzokara elib bordik. Bizning tashkilotimizda yetarsizliklar ko'p edi. Bizda tajribali, yetilgan bir rahbar yo'q. Hammamiz tajribasiz o'quvchilar. Yana bir ojiz tarafimiz bo'lsa, iqtisodiy kuchimizning ojizligi edi. Agar biz yana a'zo qabul qilamiz desak, hozir qadar bizning qarorning o'zida 80% o'quvchini a'zolikqa qabul qilib bo'lgan bo'lardik. Boshqa qarorning o'quvchilaridan 50% a'zo qabul qila oldik. Biroq a'zo qabul qilish bilan masalani hal qilib bo'lmaydi. Chunki bizga ishni to'g'ri yo'lda elib boradigan, orqa terki bor biror rahbariy kuch kerak edi. Shuning bilan a'zo qabul qilishni vaqtincha to'xtatib, tashviqot ishlarini kuchaytirib elib berib, yana kuchli tashkilotlarni tepishga qaror qilindi. Bizga tashkilotni yaxshi elib boradigan bir kuchli orqa terak kerak edi. Mana mushu mezgilda Oblizning tibbiy texnikumda ishlaydigan Mahira degan tuqini soyizga ko'chib ketish munosabati bilan maktabdan qaytmoqchi bo'lganligini anglab, darhol tashkilot yig'ini o'tkazib, muzokiralashdik va shu ayol orqali Ziyo Samitga bir parcha xat yozib avatmoqchi bo'ldik. Hatto yozdigan xatning mazmunini yig'inda o'tirib qo'yib, tasdiqlangandan keyin Obliz Mahira bilan so'zlashib baxmoqchi bo'ldi. Keyin Obliz bizga Mahiraning ma'qul, men sog'-salomat yetkazib beraman deganini yetkazdi. Ondan biz Ziyo Samitga xat yozish uchun Ahmad aka, men Malika uchimiz so'ngak bo'limining cho'ng sinfiga kirib xatni yozdik. Xatning mazmuni bo'lsa, biz Sharqiy Turkiston yoshlari vatanimiz Sharqiy Turkistonni Xitoy bosqinchilarining qo'ldan ozod qilish maqsadida tashkilot qurib ish olib beryapmiz. Biz uchun kuchli orqa kerak, tajribali puxta yetakchi rahbar kerak. Buning uchun albatta sizlarning yordamingizga muhtojmiz. Garchi sizlar yiroqda bo'lsanglarmi, bizga yetakchi va maslahatchi, orqa taraf bo'lishinglarni umid qilamiz. Vaqti kelganda bizga kerakli qurol-yarog' va iqtisodiy jihatda yordam qilishinglarni so'raymiz degan mazmunda yozildi. Keyin biz Mahiraning u xatni Ziyo Samitga topshirib berganligini xabar topdik. Lekin Ziyo Samitdan hech qanday xabar yo'q edi. U xatning uchurini xeyli uzun vaqt kutdik. 62-yildagi G'ulji may voqeasining kelib chiqishi biror tashkilotning yetakchiligi bilan bo'ldimikin degan umid bilan har vaqt shu tashkilotni tepib, shular bilan birga ishlasak degan umid bilan keldik. Yozliq ta'tilmi yetib keldi. Bu ta'tilda Ahmad To'xti, Oblikim, Obliz, G'ubur, Malika G'ulji qaytganda tashkilot to'g'riliq iznib boqdiganligini deb ketgan edi. Menmu hech bo'lmaganda birarisi bo'lsa-mu biror xabar yoki biror material tepib kelar degan umidda edim. Lekin ular ta'tildan qaytganda hech nima topolmay qaytibdi.
mening ulardan kutgan cho'ng umidlarimni yo'qqa chiqib, o'zim bir xil ko'ngilsiz bo'ldim. 62-yili cho'chak vaqasi bo'lganda, cho'chakdan 40 necha ming odam uy-joy, mol-mulk va borlig'ini tashlab, chegirni buzib, Sevitga qochib ketdi. Butun cho'chak shahri va hatto Do'rbiljin yezisi qadar orliqdagi yezlarda birmi odam qolmadi. Butun cho'chak odamsiz, jimjit, qo'rqinchli, so'rlik bo'lib qoldi. Uning keyindan G'o'jada may vaqasi yuz berdi. Bu ko'ngilsiz vaqalar Shinjang xalqining ko'nglini texmo parakanda qildi. Maktabda bo'lsa o'quvchilar orasida g'ul-g'ul ko'tarilib, hukumatga qarshi ochiq so'zlab noroziligini bildirishdi. Lekin maktab tashkili qattiq besim bilan o'quvchilarning qo'zg'alishini to'sib qoldi. Shu kunlarda bir kuni dars orlig'idagi dam ilishdan qaytib sinfga kirsak, Tursun Fayzulning partisining ustiga birsi, "Tursun, biz Xanza o'quvchilarni ayirib o'qishni talab qilganda, sen bizga qarshi chiqding. Biz g'alaba qilib ayrilib o'qiganda, sen yana yuzingni daqta qilib, Xanza sinfda o'qimay, biz bilan birga milliy sinfda o'qiding. Endi cho'cha xalqi qochibdi. Senmi nima uchun qochmay jim tursan?" degan mazmunda xat yozib qo'yibdi. Tursun u xatni ko'tarib yurib, "Bu kimning xati? Kim yozdi?" deb hammamizning oldiga kelib ko'rsatib vaqirab yurdi. Gerçi u xatni kimning yozganligini bilsakmi, hech kim gap qilmadi. Aksicha hammamiz mo'rimizni chiqarib, bilmas qiyofat kirib olib yuraverdik. Tursun u xatni ko'tarib, shu vaqtda maktab doktorxonasida davolanib dam elib yotgan Anvar Jakolinga olib beribdi. Chunki Tursun Anvar Jakolinning ayoli Fatima bilan tuqqanchiligini pesh qilib, Anvar Jakolinni o'zining orqa teriki qilib, har bag'anda o'quvchilar orasidagi o'zi bildigan narsalarni uningga yetkazib turardi. Anvar Jakolin u xatni ko'rib, "Bu oddiy yozilgan xat bo'lmasdan, balki bu biror aksiyatchi guruhining ishi. Bularni topmay bo'lmaydi", debdi. Shu xat munosabati bilan jamoat xavfsizlik nazorati maktabga bir razvedka xodimini bu ishni tekshirib aniqlash uchun avatdi. U kishi Umarjon ismli bir shaxs bo'lib, o'zi o'ruq, iz bo'yi kelgan, qarqash, o'r ko'zlik, oltin tishliq, so'rin chiroy odam edi. Bular bizning o'qish tashlash harakatimizdan tortib, biror kuchli tashkilot borligidan gumon qilib, shuni tekshirib aniqlig'iga kelgan edi. Umarjon maktabga kelgandan keyin maktab amallig'ini saqlash ishxonasining xizmatchilari bilan birlashib, shu xatni kimning yozganligini surishti qilib, o'quvchilar ustida bir-birlab ayrim so'roq elib bordi. Keyin u xatni Ruqiya iloji yozganligini aniqlagandan keyin Ruqiyani bir necha kun tashkilotni fosh qildib, qattiq qiyin qistoqqa elib so'roq qildi. Hatto uni yotoqqa keltirmasdan shu so'roqxonaning o'zida yotqizib so'roq qildi. Ruqiya burun o'pka tuberkuloz kasali bilan og'rib saqaygan edi. Shu jarayonda uning shu kasali qayta qo'zg'alib yetib qoldi. Shuning bilan inisi kelib, Ruqiyani G'o'jaga ilib ketdi. Ruqiya shu kasal bilan 66-yili mayda olamdan o'tibdi. Rahmatlikning qizil guldek yoshlik bahori shu og'ir kasalning azobida g'azon bo'ldi. Yotgan yeri jannati bo'lsin, shu rahmatlikning, amin. Ruqiyadan hech narsa chiqmagandan keyin ular butun diqqat e'tiborini bizning qarorga markazlashtirib, biror yoshirin tashkilotdan gumonlanib tekshirishni davomlashtirdi. Bizning ularning tekshirishini davomli diqqat bilan kuzatdik va bir-birimizni har vaqt qattiq diqqat qilishga ta'kidlaydik.
bu razvedka bölümünün adamları her vaqt, her ishda bizning qarorning o'quvchilari bilan ko'proq birga bo'lib, bir-biridan chaqirtib, ayrim suhbatlashgan bo'lib, o'quvchilar orasidagi ahvollarni egallash uchun tirishadi. Ular har kuni kim bilan qanday suhbat elib borgan bo'lsa, bizmo har kuni shu suhbatdan xabardor bo'lib turardik. Nusrat, Pida, Habib, Karima, Nurnisa Rozi, Nurnisa Yusuflar qo'tir aktivlik qilib, razvedka bölümünün ishxonasidan chiqmas bo'ldik. O'quvchilar orasidagi oddiy bir ishlarni ular eqitmay, temitmay, ularga yetkazib turardi. Bu ahvol bizning tashkilot uchun bir cho'ng to'zalg'ulik qilyotdi. Shunga har qanday ishni har vaqt qattiq diqqat bilan qilishga to'g'ri keldi. Sajidani a'zolikqa qabul qilgandan keyin uning Palla Akademiyasida tanishlarining borligini anglab, shu kishilar orqali Palla Akademiyasida yoshirin saqlangan materiallar ichida Sharqiy Turkiston tarixi borligini anglagan edik. Mümkün bo'lsa, shu tarixiy kitobni tepib o'qib, ko'chirib olsak degan umid bilan bu vazifani Sajidaga topshirdik. Sajidamu uzun qolmay bu kitoblarni tepib elib keldi. Biz bu kitoblarni topshirgandan keyin men, Malika, Turnisa, Halima to'rtimiz yotoq binosining eng ustunki qavitining balkonida o'tirib, kitobni ko'chirishga boshladik. Chunki bu joy odam kirmaydigan tinch ham xoli joy edi. Bu kitobni ko'chirib chiqishga 2 hafta ketdi. Kechalari uxlamay, shanba, yakshanba kunlari to'liq kun o'tirib, midirlamay yozdik va darsdan sirtqi vaqtlarda yezib yurib, aran ko'chirib tugatdik. Sharqiy Turkiston tarixini yezib chiqish degan programmamizga bu bir material bor bo'ldi deb hammamiz xushal bo'ldik. Qadrli radio anglag'uchilar, bu tarixiy aslimining 62 noyabr degan bobidagi ajoyib voqealiklarni bilay desangiz, keyingi haftadagi roman anglish saytimizga quloq solg'aysiz. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Keyingi qatim ko'rishguncha omon bo'linglar.